Diqqat, Qurbon hayiti sanasi e'lon qilindi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Saudiyada Qurbon hayiti sanasi e'lon qilindi. Saudiya Arabistonida yillik haj ziyorati amalga oshiriladigan Zulhijja oyi uchun hilol ko'rindi. Qayd etilishicha, bu shuni anglatadiki, barcha sog'lom va badavlat musulmonlar umrida bir marta borishlari shart bo'lgan ziyorat 4-iyun kuni ziyoratchilarning Mino chodiriga yig'ilishi bilan boshlanadi. Arafa kuni 5-iyunga to'g'ri keladi. Bu yil haj ziyoratiga bormayotgan musulmonlar Qurbon hayitini 6-iyun kuni nishonlaydi. Qirollik davlat va xususiy sektor xodimlari uchun bir haftalik hayit bayramini e'lon qildi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.